Nevarasimi bo'lasimi? Ya bu Fox liniyasi. Ota tomonidan. Ota tomonidan. Ona tomonidan Liganda. Ikki taraflama qonli yaxshi qo'chqor. Yaxshi qo'ydi bolasi. Otasini ham Qirg'izistondan olganmiz. Ikkitish ekan. Ikkitish. Yangi yoribdi. Quloqlarni ko'ring mana. Quloqlarni o'lchaymizmi? O'lchab ko'ramiz. Hamma joyni o'lchab ko'ramiz. Quloqni so'raganlarga quloqini. Hurmatli chorva ishqibozlari, Alloh bergan qo'yda baraka bor bilasizlar. Xudo xolasa zotga ishitaman deganlariga, xudo xolasa toza liniyali arashan qo'chqorimiz dehqondan sotiladi. Tashlab chiqamiz, bo'ylarini o'lchaymiz, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni beramiz. Qiziqqaniga inshaalloh beriladi. Bu qarang, hamma joyi baquvvat, kelgan, xudo xolasa katta qo'chqor bo'ladi, yana o'sadi. Akalar, dehqonchilik ish bitadi, kelib, ko'rib, xudo xolasa savdolashaverasizlar. Inshaalloh istab yurganlarga akalar hasha tushadi. Vodiy bo'ylab sotiladi, dehqonni qurasi turibdi. Zo'r qilib mana sharoitlarni zo'r qilib qo'yibdi, sharoitlari zo'r. Inshaalloh akalar, qo'y yaxshi sharoitda yashayapti, ventilyatorlar bor. Kelaverasizlar, sizga qo'lingizga qo'shgani qo'y kerakmi? Aka, mana. Buni qarang, hamma joyga kelgan ekan. Tashlab chiqamiz. Baquvvat ekan lekin. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z mahallasidamiz. Lokatsiya bo'ylab men ham keldim. Lokatsiya beradi, kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Tashlab chiqamiz. Qo'rada to'g'risi yaxshi ko'rinmayapti. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar. Nasldor qo'chqor istaganlarga akalar mana qo'shadigan payt ham kelyapti. Inshaalloh naslni ko'paytiraman deganlarga dehqondan. Bu Fox'ni nevarasimi bo'lasimi? Ya bu Fox liniyasi. Ota tomonidan. Ona tomonidan Liganda. Ikki taraflama qonli yaxshi qo'chqor. Yaxshi qo'ydi bolasi. Otasini ham Qirg'izistondan olganmiz. Onasini ham Qirg'izistondan olganmiz. Bu mana o'zimizni qo'ramizda o'tgan yili tug'ilgan qo'chqor. Tushunarli. Hozir tishni ochib ko'raylik shu joyni. Xo'p, akalar, tuyoqlarni qarang, buni baquvvatligini. Buni qarang, dumbalarini, hamma joyi zotga tushadigan kalla boshlari. Ikkitish ekan. Ikkitish. Yangi yoribdi. Quloqlarni ko'ring mana. Buni qarang, quloqlarni o'lchaymizmi? O'lchab ko'ramiz. Hamma joyni o'lchab ko'ramiz. Quloqni so'raganlarga quloqini, kalla ham o'ta chiroyli ekan. Quloqlar. On 19 ekan. 19 ekan. 19 quloqlari. Bo'yichi? Bo'yini hozir. Bo'yini aniq qilib o'lchab qo'ying. Obunachilarga ikkitishli akalar. Xudo xolasa bo'yini hozir. Bu hali mana akalar 88. 88. 88 yarim shunaqa. 88 yarim. 88 ga oling. 88 uzunligi, holatlarini ko'ryapsizlar. Razrezlari. Mana. O'ta baquvvat ekan-a? Baquvvatlash usha bo'lmayapti-da. O'ta baquvvat to'g'risi. Bermayapti. Bemalol ishlayveradi. Xudo xolasa. Ko'ryapsizlar. Uzunligi ham uzun. Va uzunligi uzun ekan. Zot baribir akalar. Uzunligi 1.3 ekan. 1.3. Uzunligi 1.3. Ma'lumotlarni to'liq qilib berdik, onlayn savdo qilaman deganlarga. Xo'p. Aka, bu hali qo'shilmada? Yo'q, ishlamadi hali. Yo'q, hali ishlangan yo'q. Endi ishlataman degan yangi ishlaydi inshaalloh. Yillar ishlayveradi-da, xudo xolasa. Endi akalar, bilyapsizlar, zotli qo'chqorlar qimmat o'lyapti. Zot baribir o'z natijasini aytyapti-da, tez o'zgaradi. Endi bu hashaki qo'ylardan emas. Endi zot ko'paytiraman degan inson shunaqa qo'yni ko'paytirsa, keyin ko'payadi. Hashakidan bo'lmaydi, akalar, to'g'risi. Endi yangi qura qilib
nima qilgan aytadi, o'zi qo'chqor boqib yurganlar bizdan yaxshi tushunadi. O'zi ko'rib turib o'zi tushuntiribdi, qanaqa qo'chqorligini buni. Mana otasini ham ona tarafdan ham akalar zoti liniyali qo'chqor. Gap yo'q. Mana tuyoqlari. Baquvvatliklari. Xo'p, aka, endi istab yurganlar bor baribir. Dehqonlar istab yurganlar ko'p. Ishonchli, sog'lom. Aka, shunaqa nimasi yo'q. Yo'q. Hamma joyi manzilim, uyga kelishadi, bilishadi, nima ko'rishadi o'zlari. akalar, Manzilim mashitda yashayman. uyni ko'rib ketaverasizlar, xudo xolasa. O'tgan yili mashitda tug'ilgan qo'z va qo'chqor. Qo'chqor. Endi yaqinda tish chiqardim. Men chiqarmadim o'yladim, yaqinda chiqardim. Iti ham yaxshi ekan, iti ham akalar. Iti ham zo'r. Xo'p, aka, endi qiziqqaniga qancha beramiz buni? Telefon qilishaversin. Qiziqqaniga berasiz. Beramiz albatta. Tushunarli. Akalar, istab yuribsizmi? Baribir qo'yda baraka bor. Akamiz xudo xolasa qattiq olmaydi. Inshaalloh beradi. Ishlatasiz. Xudo xolasa duo qilasizlar. Pulni yengilga berasiz aka. Albatta. Akalar, maqsad sotish. Maqsad sotish albatta. Istab yuribsizmi? Kelavering ish bitadi. Xudo xolasa. Faqat bitta sotiladi xolasa. Faqat bitta. Endi u yoqda bor, ular keyinroq. Keyinroq. Tushunarli. Ular qo'chqorlarmi? Ular qo'chqor ham sog'liq ham bor. Tushunarli. Ular boshqa liniya, ular krasavchik liniya. Tushunarli. Akalar, kelaverasizlar. Xudo xolasa ish bitadi, kelib ko'ring, ustida turib savdolashing. Inshaalloh beradi akamiz. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Telefon qilaverasizlar, omon bo'linglar.